Assalomu alaykum, hurmatli mana shu Aliya Media YouTube kanalini kuzatib boruvchi O'zbekiston xalqi hamda qolaversa mana shu qo'shni respublika, qo'shni davlatimiz Qirg'iziston hamda tojikistonliklar barchalaringizga assalomu alaykum. Qarshingizda Sherzod Sobirov. Bugungi dasturimni mana shu chiqarishdan maqsad asosan shuni qo'ying, shuni chiqaring deyishgani uchun bir narsani aytib qo'yishim kerak. Mana shu YouTube kanalini qayta ko'rib borib, shifo topganlar juda ko'p bo'ldi. Qolaversa, minnatdorchilik bildirishdi. Juda ko'p telefonlar va holanki mana shu Telegram orqali ovozli xabarlarni, rahmatlarni aytib, ko'nglim taskin topdi. Hatto Rossiya davlatida turib shifo topishayotganligi. Buni ortidan esa endi aksiyaga olganda mana shu dasturni tayyorlab, mana shu gapirib, tushuntirib o'tayotgan holatimdagi holatlarni ko'rgan ayrim bir opa-singillarimiz, hattoki yosh katta onaxonlarimiz ham mana shu qaltiroq tutib, haligi nima deydi, yuraklari behalovat bo'lib, o'zlarini haligi nima deydi, aniq avvalda mana shu borib dam soldirib yurganman, falonchiga ruqiya o'qitib yurganman, lek bunaqangi holat bo'lmaganda deyishyapti-da. Alhamdulillah, xonadonimga kelgan barcha bemorlar avvalo shifo topishyapti va isbot dalili, eng asosiysi isbot dalili kelyapti-da. Mana shu sehrlanganmi, daydi jin kirganmi va hokazo. Endi iltimos qilib aytaman, men yaqin 10 kundan beri, 10-15 kundan beri umuman ya'ni bemorlarni qabul qilmayotganman, chunki o'zimning shaxsiy ishlarim ko'p. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlar orqali aytib qo'ymoqchiman. Odamlarni hozirgi kunda qabul qilishni to'xtatib qo'yganman. Chunki o'zimni qilayotgan ishlarim juda ko'p. Boshqa o'zimning shaxsiy ishlarim, ko'chadagi, uydagi va hokazo. Shuning uchun aytib qo'ymoqchiman. Hozir qabul kunlari to'xtab qolgan. Agar imkoni bo'lsa, vaqt bo'lganda albatta qabul qilishni davom ettirishda albatta yana e'lon beriladi. Shu o'rinda aytib qo'ymoqchiman, juda ko'pchilik aytishdi, mana shu narsani aytib qo'ying, shu narsa joizmi, bormi shu narsa, masalan, mumkinmi deyishyapti-da. Ya'ni jin chiqaraman deb trubalar bilan urishyapti ekan. Orqalarini ko'kartirib momataloq qilib yuboryapti ekan. Qamchilar bilan uryapti ekan. Oyoqlarning tagiga qamchi bilan uryapti ekan. Ruchkalarni bir tiqib olyapti ekanda. Qaysi shariatda bor shu narsa? Bu odam ozgina vijdon bo'lish kerak-ku. Ozgina vijdonni sal bundoq qo'lga olish kerak-ku. Truba bilan ham uradimi? Nomahram ayollarni truba bilan urib jin chiqarib bo'ladimi? Bo'g'ib olib jin chiqarib bo'ladimi? Qayda bor shu narsa? Menga dalil keltirib bering, isbotini keltirib bering. Onaxonlarimiz yig'lashdi. Samarqanddan, Xorazmdan, Andijon, Farg'onadan, yana qaydan, Jizzaxdan xullas. Kelgan onaxonlarimiz yoshi katta, ulug'. Hattoki masalan o'sha 50 yosh, 55 yoshdagi opalarimiz ham, hattoki yosh singillarimiz ham juda xafa bo'lishdi. Orqasiga shunaqangi truba bilan urar ekanki, endi ismigacha aytishdi. Andijondanmi deyishdi, u mayli familiya, ismi hammasi bor. Gapirib berishgan nimalarni, masalan, o'sha nima deydi, kameraga olib qo'yilgan. Men shularga savol beryapman. Shu onaxonlarimizga, opa-singillarimizga, akalar, ukalarimiz kelishdi, hatto o'lib qolay dedim. Shunchalik ham uradimi deyapti-da.
Men shu o'rinda aytaman. Mana shu ayb o'zinglarda. Men bularga savol beryapman, opa-ukalarimizga, aka-uka singillarimizga. Sizni ota-onangiz urganmi? Shu darajada. Yo'q, qo'l ham ko'tarmagan. Hatto so'kmagan. Aka-uka opa-singillaringiz urganmi? Yo'q. Ahli yaqinlaringizdan hech kim sizni bu darajada urib, boshqa qilmagan, tan jarohati yetkazmaganmi deb savol beryapman. Yo'q deyishyapti. Nega aytmaysiz? Nima haqqing bor iflos deb? Nima haqqing bor meni urishga deb? Jin chiqarib berish bo'yicha, jin chiqarish bo'yicha kelasi dasturda qo'yaman. Ana shu menga dalil keltirib bersin. Agar insonni tanasidan mana shu qamchilab, truba bilan urib, ruchkalarni tiqib, xivichlab jin chiqarib berishga menga dalil keltirib bersin va meni oldimda qilsin shu narsani. Gap so'z yo'q. Qaysi shariatda bor? Men bularga aytaman, nima haqqing bor meni urishga? Jin truba bilan urib, shlanki bilan urib yoki qamchilar bilan urib chiqarib bo'ladimi? Deb og'ziga tars sotib yormaysanmi deyapman. Nega haqqingizni talab qila olmaysiz deyapman. Chunki bilasizmi nimaga? Chunki o'zbekmiz. Mana shu boshqa davlatlarda yo'q narsa, boshqa dinda yo'q narsalar bizda bor. Aytaymi nima? Mana shu shlank bilan urish. Qamchilab ayamasdan urish. Truba bilan shunaqangi urar ekanki shlank bilan. Chiroq yoqish. Astag'firulloh. Shlank bilan urayotgan yoki qamchi bilan urayotgan, o'zini odamman degan. Yana Qur'onni o'qib urarmish. Chiq deb orqasi momataloq bo'lib ketgan. Video rasmlari bor. Ayollarni, erkaklarni ham. Insof, vijdon qayda qoldi? Men shaxsan bu faoliyatni kasb qilib olmaganman. Hozirgacha kelmayni deyapman. Baribir kelishyapti. Shuning uchun kelmayni degan maqsadda ijtimoiy tarmoqlar orqali e'lon qilyapman. Bo'ldi, to'xtadi hozir. Chunki meni o'zimning ham shaxsiy ishlarim bor. Men bunaqangi astag'firulloh shlanka bilan urish, qamchi bilan urish, ya'ni haqiqiy mana shu jinlar bilan ishlaydiganlar shunaqa qiladi. Isboti bor, mana YouTube'da turibdi. Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf aytayaptilar. Anvarjon qori aka shayx aytayaptilar. Bu juda ko'p shayxlarimiz aytib o'tishgan. Qayerda bor? Qandoq jinni chiqarib beradi? Yo'q, jin unaqa chiqmaydi, baraka topkurlar. Kelasi dasturda mana shu jin chiqishi haqida qo'yib beraman va jinlarni inson ko'ziga ko'rinmaydigan g'ayb olamidan bo'lgan jinlarni mana shu men kameraga bunaqangi videolar juda ko'p tushgan, mana shu videolarni chiqarib boraman. Hattoki qora, haqiqiy mana shu shayton maridlarni videoga o'sha kameraga, tasvirga tushib qolgani bor. Unaqa videolar menda juda ko'p. Xonadonimdagi farishtalar orqali mana shu jinlarni quvishligi, boshqa bo'lishi va hokazo bunaqangi dalil isbotlar notebookimda ham, telefonimda ham ana shuncha to'lib yotibdi. Lekin bitta meni aytib qo'yishim, shu iltimos aytib qo'ying deyishgani uchun shu dasturni qilishga majbur bo'ldim. Mana salkam 2 oydan o'tganda dastur tayyorlayapman. Shu odamlarni, onaxonlarimizni aytishgani uchun. Qayerda bor mana shu shlanka bilan urishlik, ya'ni truba bilan. Nima haqqingiz bor? Tana jarohatlarini yetkazib, tan jarohati olyapti-ku onaxonlarimiz, opa-singillarimiz. Baraka topkur. Qo'pol bo'lsa ham aytaman. Sen
avval mana shu opa singlingni, ayolingni urib ko'rchi. Opangni, singlingni, amma xolalaringni urib ko'rchi. Nima haqqingni bor bunaqangi qamchilab urib, vijdonni sotib, topayotgan pulingni harom. Jin undoq bo'lib chiqmaydi hech qachon. Folbinlar tomonidan jo'natilgan mana shu shayton maridlar ham unaqa chiqmaydi. Urushlik bilan chiqmaydi hech qachon. Bo'g'ishlik bilan chiqmaydi. Men sizga dalil isbotini keltirib beraman ana shuncha. Lekin siz menga dalil isbotini keltirib bering. Shrank bilan urush, qamchi bilan urush, tan jarohati yetkazishga nima haqqingiz bor? Men onaxonlarimizga, opa-singillarimizga, aka-ukalarimizga aytayapman. Ular ham xafa bo'lishdi. Shunaqangi duoibat qilishdi. Iflos ekan deyishyapti-da. Qur'onni o'qib shunchalik uradimi deyishyapti. O'lib qolay dedim deb. Menda videolari bor albatta. Faqat olib chiqmayman u ijtimoiy tarmoqqa bu narsalarni. Insof, vijdon. Astag'firulloh. Chunki biz o'zbekmizda. Haq huquqini talab qila olmayapti. Nega urasan deb. Men aytayapman, og'ziga qarab topib olmaysizmi deyapman. Onangni ur, opa singlingni ur, amma xolangni ur, meni ham urasanmi? Kimsan sen menga? O'qisang ruqyangni o'qi, davom et. Nimaga meni urasan? Degim keldi, lek ayta olmadim deyishyapti. Hammani ichida sharmanda qilgim kelmadi deyishyapti. Qilish kerak sharmanda. Bu sharmandalikka kirmaydi. Haq huquqingizni talab qilishga kiradi bu narsa. Astag'firulloh. Qur'onni o'qishadi. Ertaga o'lim haq. Oxirat turibdi. Qiyomat bor narsa. Javob berishlik %100. Shuni bilib turib, yana azob haligi nima deydi? Tavba qildim. U Qur'on o'qiyapsiz, nega amal qilmaysiz? G'ayb olamdan bo'lgan bu jinlarni kerak bo'lsa vaqt soati keladiki, Alloh ko'rguvchi zot. Shariatdagi yo'q narsa. Boshqa dindagi vakillarni, masalan, boshqa din yo'nalishdagi mana shu insonlarni ham bunaqangi truba, qamchilar bilan, ruchkalarni tiqib, qivichlar bilan urish, oyoq tagiga qamchilab solish, bunaqa narsa yo'q. Hammasi bizni o'zbegimda. Ha, biz jinmiz. Haq huquqimizni talab qila olmaymiz. Nega urasan? Nima haqqing bor? Kim senga huquq berdi? Olayotgan bo'lsang xizmat haqqi pulingni olyapsan. Nega meni urasan? Deyishga botina olmaydi biz o'zbek xalqi. Astag'firulloh. Kelasi dasturi albatta mana shu jinlarni boshqatdan boshidan tushuntirib aytib deb harakat qilaman. Mana shu YouTube kanaliga o'zim, ya'ni ijtimoiy tarmog'imga qo'yishga. Jin qanaqa holatda bo'ladi? Qay holatda kiradi insonga? Insonlar uni ko'rmasligiga men aniq faktini keltirib beraman. Shu onaxonlarni, opa-singillarimizni hamda boshqa mana shu qo'shni viloyatdagi aka-ukalarimizni, hatto tojikistonlik onaxonlar iltimos qilishgani uchun men aytayapman, shu narsani aytib qo'yaman. Yana qaytarib aytaman. Xivich bilan, qamchi bilan, truba bilan uradigan bo'lsa, haq huquqingizni shundoq talab qiling. Nega uradi? Nega sizni bo'g'adi? Nima haqqi bor? Qani isbot keltirib bersa ana shu jinni chiqarib berishligiga.
kamera bilan chiqarib beradimi? Mana shu haligi nima deydi, noyob bir teleskoplar bilan chiqarib beradimi? Isbot dalilni keltirib bermaguncha haqqingizni talab qilib turib oling. Gap sizni berayotgan pulingizda emas. Gap sizni mana shu jasadingiz, ruhingiz azoblanayotganda xolos gap. Ota-onangiz urmasa, aka-uka, opa-singillaringiz, ahli yaqinlaringizdan umuman yetti-yot begonalar urmasa-yu, Qur'on o'qib turib, ruhiy o'qiyman men deb turib, trubalar bilan, qamchilar bilan mana bu folbinlarni qilayotgan yo'nalishdagi ish qilish. Vijdoningizni sotmang. Bugun borsiz, ertaga yo'qsiz. Biz ham bugun bormiz, ertaga yo'qmiz. Baribir javobini beramiz. Men mana shu xonadonimdagi mo'jizalarni, juda ko'p mo'jizalardan endi birginasini qo'ydim. Bu Allohning farishtalari. Ya'ni Alloh borligini isbotlab qo'yish maqsadida. Odamlarni mana shu sehr jodudan qaytsin, birovlarga hasad qilmasin degan maqsadda. Buni ortidan endi dam solaman, men ruqiy o'qiyman, roqiyman deb trubalar bilan urib aziyat chektirib, ya astag'firulloh, vijdoningizni sotmang pul uchun. Kelasi dasturlarimizda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.